Hozir chiroyli ayolni oldiga keldim. Переметьте это, Свете. Zachем потратился? Charchamayapsizmi? Men kelgan uyi Rumiya Nurgaliyeva degan ustozni, to'g'risini aytganda men ustozlik qilmagan bu ayol. Shunchaki bu ayolning qilgan mehnati, shuncha sadoqatini eshitib, ko'rib, hurmat qilganim yuzasidan bir keldim xabar olgani. Ahvolingiz yaxshimi? Rumiya Nurgaliyeva. Allohga shukr, yaxshi. Hurmatga sazovor joyi bu ayol necha yildan beri farzandlari Rossiya, Qozog'istonda qarindoshlar bo'lsa ham, lekin o'zi ketmay mana shu yerda xizmatda. Nima sababdan ketmayapsiz Rumiya Nurgaliyeva bolalar farzandlaringiz oldiga? Mana bu Balabayev Nurgali otam, bu Balabayeva Arslanova Zuhra Minigaliyevna onam. Onam tatar, odam qozoq. Shular bilan qoldim. Ota-onalar bilan. Endi chunki odam norozi edi-da. Uyda chiroyli uxlab o'tirishsiz. Mana shu yerdasiz. Shu yerda. Ketish niyati yo'qmi? Ketish niyat bilmadim. Chaqiyaptilar, kel dedi, keldi. Mana shu bu yilgi ana 4-sinf mening выпускной edi. Medallaringiz ham bor ekan, mustaqillik 25 yilligida 2016-yil olgan ekansiz. Bunisi esa xalq ta'limi a'lochisi. Oyligingizdan, o'zingizning maoshingizdan qizlaringiz, farzandlaringizga yuborib turar ekansiz, to'g'rimi? Yordam beryapman. Ular ham kam bo'lmasin. Ishlayotgan maoshidan farzandlariga yuborar ekan. Odatda Rossiyadan O'zbekistonga pul kelsa, O'zbekistondan Rossiyaga pul yuborar ekan. Qoyil mana shunaqangi matonat ayollarimiz bor. Ana gullarni ko'paytiryapmiz. Keyin mana bu uzumlarni o'zim qirqaman. Bitta, ikkita, uchta tovuqlar ham bor. Qaraymiz. O'zbekistonda tug'ilganman. Onam Rossiyadan keldi, otam Qozog'istondan. Bu yerda uchrashdilar ular. Bu yerda yashayapmiz. Bu yerda tug'ildim men. Sinfdoshlar bor, do'konalar bor. Hozir ancha yaxshi O'zbekistonimiz. Qanday sevmaysiz bu vatanku. Doimiy отпускаga boraman. Kutib oladi, yaxshi ko'radi. Qon deydilar. Allohga shukr deymiz. Alhamdulillah deymiz. 87-yildan, 20-asrdan o'qityapmiz. Hech qayerga ketmay shu maktabdan. Rumiya Nurgaliyeva, rahmat sizga. Ancha gaplashdik. Ruxsat bersangiz men ketsam. Sizga ishlaringizga omad, uzoq umr, Xudo xolasa farzandlaringiz yoniga borib, ko'rishib, Xudo xolasa qaytishingizni tilakdoshman. Rahmat sizga. Amin. Shunday bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'rishga nasib etsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmat.